Endi savol paydo bo'ladiki, inson Alloh taoloni ko'p yod qilish kerak ekan. Qanaqa qilib yod qilish kerak? Chunki uni har vaqt dunyoning zaruratlari bor unda. Dunyoviy aloqalari bor. Dunyoning mashg'ulotlariga o'ralashib yotgan bo'ladi. Shuning uchun Hazrat payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam o'zlarining sunnatlari bilan uni oson tariqasini aytdilar. U shuki, qandaydir bir yangi holat paydo bo'lsa, o'sha yangi holatda Alloh taoloni zikr qilinglar deganlar. Biz masalan mana shu holatda o'tirgan bo'lsak, mana shu holat bitta holat bo'ladi. Chetdan tursam bitta holat bo'ladi. Masjiddan chiqsa bitta holat. Insonning hayoti shu harakatlardan, u holatdan bu holatga ko'chishdan iborat. Alloh taoloni ko'p zikr qilishlik uchun eng oson yo'lni rostla o'rgatyaptilar. Har bittasiga alohadadan duo aytsalar, osongina shu zikr bardavom turaverar. Masalan, mana shu zikrni qilasansa, esdan chiqib qoladi-da. Har bitta holatga alohidadan zikr bo'lsa, ahamiyat qaratadi unga inson. Demak, har yangi holatingiz Alloh taoloni zikr qiladigan bo'lsangiz, bora-bora Alloh taoloning yodi dilingizga yopishib ketadi, dilingizga o'rnashib ketadi.